jamoa borini beradi. Tarkiblarni ko'rishingiz mumkin. Bu Afruz jamoasining tarkibi. Joylashuvi. Bugun o'zi Alfraganus mezbon maqomida ko'rsatilgan. Ba'zi qaydnomalarda ko'rishingiz mumkin. Mana bu Alfraganus jamoasining tarkibi. Alfraganus so'nggi turda Toshkentning qoq markazidagi Jar Sport majmuasi mana shu bahslarga mezbonlik qilmoqda. Jar stadionida nashadi va bu Vitality start olmoqda. Rixsitilla Rixsiboyev 6-raqam egasi va mana bu darvozabon qaytarmoqda. Bu Vitality'da Alfraganus posboni ko'rishingiz mumkin. Rixsitilla Rixsiboyev 6-raqam egasi. O'sha guruh bosqichining so'nggi o'yinida Alfraganus bu Vitality'dan hisobni ocha olmaganda qani Aripov nima qiladi bu safar? Xotirjam bormoqda. Darvozabonni aldab o'tdi. Darvoza bo'sh va hisob ochilmoqda. Bu Vitality orqali hisobni ochib olmoqda Alfraganus jamoasi va boshlamoqda. Ajoyib. 1-0 hisobda boshlanadi o'yin. O'sha hazil bor-ku, mashhur hazil. O'yin 1-0 dan boshlandi deganda oq libosda harakat qilishadi. Start. Ajoyib kadr. Yuqoridan namoyish etilgan kadrni ko'ryapsiz. Ortiga hisob tenglashmoqda. O'yindan birinchisi Afruz jamoasi hujumchisi Dilshod Xavraliyev o'yinda hisobni tenglashtirdi. Bunisi ham ishonchli chiqmadi u qadar. Bu tomonga uzatma to'pni to'xtatdi. Ajoyib texnika ko'rsatdi. Mana bunisida foul bor lekin. Aldab o'tish ham yomon bo'lmagan edi. Sariq kartochka 6-raqam egasi ekan Jasur Abdullayev sariq kartochka oldi. Yaxshi imkoniyat, Veklish, pas, Jalolov o'zlarini qiyin ahvolga solib qo'yishmoqda. Oldin uzatma. Yaxshi imkoniyat, xavfli vaziyat. Zarba. Afruz jamoasi bitta uzun pas bilan golgacha chiqib bormoqda. Hisob o'zgardi. Afruz oldinga chiqib olmoqda. Ha, bu gol muallif mana o'sha uzun pas Ro'ziboyev to'xtatib oldi. Son qismi bilan to'xtatdi va darhol darvozaga joylab qo'ydi. Taymingni juda zo'r amalga oshirdi. Ham to'g'riladi birinchi harakatda, ham to'xtatdi va kechiktirmasdan zarba berdi. Bir necha soniya agar kechikkanida hozir goldan mosuvo bo'lishi mumkin edi, chunki maydonga klik gol tashlanmoqda. So'nggi soniyalar klik golda zarba bera olmaydi. Chunki endi o'nglab olishga harakat bor. To'pni to'xtatdi. So'nggi hujumni o'sh zarba yo'llandi va 4-1 bo'ladi endi hisob. So'nggi soniyada gol urmoqda Afruz jamoasi. Birinchi bo'limning so'nggi soniyasida Yunus Ro'ziboyevning harakatlari darvozani ishg'ol etib ketishmoqda. Adashmasam gol muallifi Husan Xoldorov edi. Xo'sh. Zarba yo'llandi va hisob o'zgarmoqda. Penaltilarda hisobni ochdi. Afruz jamoasi va darvozabon qaytarmoqda. Salgina yetmadi. Fahriddin Turopov, mayli, avvalgilarda men sizga darvozabon bu yerda mahorat ko'rsatdi. Alfraganusga zarba yo'llandi va gol urmoqda. Alfraganus jamoasi ikkinchi media penaltida ham gol urdi. Markazga yo'naltirdi to'pni ko'rishingiz mumkin. Javohir Rohataliyev.
Rustam gol urmoqda. Afruz jamoasi vakili ikkinchi penaltida adashmadi. Va yana navbat Alfraganovga ham qaytardi. Mana o'sha penalti. Afruzda. Demak, zarba yo'llandi. Hisob tenglashmoqda. 2-2. Ruslar yordam. Rixsiboyevning o'ziga tashlab berdi. Birinchi tegish yaqinlashib boryapti. Gol urmoqda Rixsiboyev. Tutashda Afruz jamoasi a'zosi Rixsitilla Rixsiboyev muvaffaqiyatli urinish amalga oshirdi. Rustam Veklish darvozabon to'pni uloqtirib berdi. Veklish darvozabon chiqyapti. Ruslan aniq urinish va hisob o'zgarmadi. Veklish tutashda muvaffaqiyatsiz urinish amalga oshirdi va o'yinimiz ikkinchi bo'limga yetib keldi. Demak do'stlar, ikkinchi bo'lim start oldi. Afruz jamoasi darhol hujumga o'tmoqda. Va gol urmoqda. Mana sizga kutilmagan gol. Hisob oldi Afruz jamoasi. Mana o'sha gol. Oyoqning uchi bilan darvozani nishonga oldi. Darvozabon xotirjam o'ynay boshlashdi. Bemalol bo'lib qolishdi va darvozabon qaytardi. Yana bir imkoniyat. Jalolov bunday cho'zish mumkin emas. Aytdim-ku. Mana o'sha epizod. Jalolov o'ziga qaytib keldi. Alizidanni boshqacharoq versiyasini ishlatdi. Darvozabon o'zini ko'rsatmoqda. Rixsitilla Rixsiboyev zarba yo'llagan edi. Bir-birini yaxshi tushundi. Alizidan mana bu yerda o'xshatildi va Oliyev tanlab o'tdi. Xavfli va aniq zarba. Mana shu yerdan ko'ring pasni. Zo'r. Cho'zdi, berilib ketdi. Chiroyli gol uraman deya. Qani Aripovdan kuchli zarba. Noaniq. Turnir homiysi to'pi. Ketdi yurish. Xo'sh, tezlik bor. Jalolov pas ham bor. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Darvozabon biroz oldinga chiqdi va u qaytardi to'pni. Bo'ldi. Uchrashuv yakunlandi do'stlar. 6-1 hisobidan Afruz jamoasi g'alaba qozondi va keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritmoqda. Mana shunday do'stlar.